bu ko'rib turganlar Malibu'ning torpedasi emas, balki bu Cobalt avtomobilining torpedasi. 2026-yil Cobalt MC variantida torpedalari, ashpalari qora bo'lib chiqqan. Biz ham xuddi o'sha rangni qoraga podbor qildirib, o'sha Cobalt avtomobiliga sepib berdik. Torpedasi, mana ashpalari, salondagi har xil mana plastmassa detallari, paroglari, mana oldi stolkalar Alicanta'ga o'xshab qolgan. Bizga murojaat qilsanglar, sizni ham Cobalt avtomobilingizni shunaqangi qilib qoraytirib, chiroyli dizaynga olib berishimiz mumkin. Yana xo'sh mana bu detallari, ruchkalari va kolonka atrofidagi kalsosini qora glassli qilib bo'yalsa, bundan da chiroyli dizayn kelib chiqadi. Agar murojaat qilsanglar, sizga shunaqa qilib bo'yab berishimiz mumkin. Xo'sh, bu sepib bergan kraskamizga 1 yil kafolati bor. Original yaxshi kraskalarda ishlatilgan. Agar kimga shunaqangi Cobalt avtomobilni yoki boshqa turdagi avtomobillarning kraskasini, rangini o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsanglar, xudo xolisa cho'tki qilib o'zgartirib bo'yab beramiz.